dalshi bosamiz. Bizni davr endi kelishgan o'rin yoramiz. Hojona hojatalar layti vosiylar. Yutmish qozlari. Assalomu alaykum. Hojona hojatalar. Layti vosiylar. Aka bilan zerik familiyada o'zman chiqib turibman. Mollar narxi qalay bo'lyapti? Arzonroq bering obunachilarga aka. Bugungi kunimizga 12-iyul 2026-yil hafta kuniga yakshanba bahorda dam olish kunida chiqarib beryapmiz. Masalan, sifatlilardan 5 bosh bo'g'oz, beshalasi ham hammasi bo'g'oz oylariga hamma yo'g'iga sog'lig'i yeb ichishga bir qator garantiyasini beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tuman O'rta Shahrixonda. Xudo xohlasa ma'lumotlar yo'qsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mollarda o'shim sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Shvedlardan, zo'rlardan so'raganlarga mana xudo xohlasa bitta obzorni qilib narxlarni, ma'lumotlarni beraveramiz. Ma'lumotlar yo'qsa bemalol aloqaga chiqib savdolarni qilsanglar bo'lardi. Xohlasanglar shu ustida gaplashsak bo'ladi, ustiga kelib kelishsak bo'ladi. Xohlasanglar dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qo'yamiz. O'zimiz obunachilar uchun boshqa kanallarda ham chiqaramiz, lekin ularga vodiy bo'ylab qo'yib beryapmiz. Lekin o'zimiz obunachilarimiz uchun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Dastavkasi yaxshi, qulay narxlarda xudo xohlasa mollarimizni obzorini qilib beramiz. Ma'lumotlar yo'qsa bemalol aloqaga chiqib savdolarni qilaverasizlar. Xudo xohlasa aytilgan narxlarning hammasini kami bor. Mollarimiz sifatida gap bo'lishi mumkin emas. Bo'lmasa akalar birinchidan ma'lumotlarni berishni boshlaymiz, uzoq kuttirmasdan. Xudo xohlasa molimizni kurayini ko'rmadik, lekin yosh mol. Xudo xohlasa shved so'raganlarga ish kuraylarini endi chiqaribdi. Xudo xohlasa yoshligi hali yosh. 5 oylik bo'g'ozga tekshirib olasizlar. 5 oylik bo'g'ozga tekshirib olasizlar. Xudo xohlasa molimiz bo'g'ozligiga, yeb ichishga, sog'lig'iga garantiya beramiz. Yoshliklari xudo xohlasa behijolat bemalol qilaverasizlar. Bu xonajinda ozgina tarbiyasi bo'ladi. Xo'sh. Bo'ylari 125-123 ga olaverasizlar. Xudo xohlasa 125 chiqyapti. 125 ga ham beraveramiz, o'lchab olaverasizlar. Hosilni aytgan 1-2 sm yog' bo'ladi, lekin hech qachon 4-5 sm yog'dan emas, 1-2 sm yog' bo'lishi mumkin. 125. Xudo xohlasa chandillari zo'r. Detaylarni olib qo'ying oldin. Kallalari chiroyli, mazza qilib sigir qilaman deganlarga xudo xohlasa puli yengil variantdan 5 oylik bo'g'ozga garantiya beramiz. Xudo xohlasa molda bitta qisir xonajini narxida qo'yib beramiz. Bitta qisir xonajini narxiga qo'yib beraman. Akalar narxlari yo'qsa, keyin dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab 26.500.000 so'mga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman. Qayerdanligiga, masofaga qarab, xudo xohlasa narxini kelishamiz, o'tib beraveramiz. Misol Qirg'iziston, Qoraqalpog'istondagi 26.5 ga borsa, Vodiydagiga 26.5 ga bormaydi. Ozgina kami bo'ladi. Lekin unaqa ko'p emas. Chunki 6 testdan qilib keyin chiqaraveramiz uvoqa tomonlarga. Xudo xohlasa telefon qilaverasizlar, kelishamiz. 26.500.000 so'm. Ana, molimizni xudo xohlasa qarab tomosha qilib boqadi yonida. Harakatdan to'xtamadik, yo'lga dalshi bosamiz. Bizni davr endi kelishgan o'rin yoramiz. Hojona hojatalar layti vosiylar. Yutmish qozlari. Assalomu alaykum. Hojona hojatalar. Layti vosiylar. Aka bilan zerik familiyada o'zman chiqib turibman. Mollar narxi qalay bo'lyapti? Arzonroq bering obunachilarga aka. Ikkinchi molimiz. Xudo xohlasa 6 oydan o'tgan bo'g'oz 6 oyga beramiz. To'qa nobit yelinlarni tutarlarni. Tutarlari, yuvoshlari hamma yo'g'i zo'r. Xudo xohlasa behijolat oldilaridan ham ko'rsatdi. Biroq qarab turadigan nima emas. 6 oylik bo'g'oz
Idishlari ham yo'q, garantiya beramiz, 6 oyligida garantiya beramiz. Eng kami 6 oy chiqadi. O'sha 6 oydan baland deb bergan. Bolasi ham qo'lga tegyapti. Tishi bitta ko'rib qo'yaman. Tishi 4 yurak. Yo kechroq ochgan, yo bo'lmasam bitta tuqqan. Lekin tuqqanga o'xshamayapti. Endi yog'ini bizdan so'ramayapmiz, lekin ochishini ochdik. 4 yurak chiqdi. 4 yurak ekan. Endi bitta tuqqan xullas yosh narsa, 4 yurak narsa. Bu ham to'maganini bilmayman, lekin yosh narsa, yelinlari nima orqalaridan to'magan yo'xshab turibdi. Xohlasa molimiz zo'r. Shved so'raganlarga mana toza shvedidan oq quloq, oq tumshuq, yelin oqlaridan. Rost gap German emas, shved deganga faqat German tushirmaydi. Shvedda ham 5-6 xil turi bor. Bu birinchini ko'rsat, birinchisi ham shvedda bitta turi, bu ham shvedda bitta turi. Hashakimi olmasda bundan tushadigan mol ham sifatli bo'ladi. Orqasidan tushadigan mahsulot ham boshqacha bo'ladi. O kallalari bilan, quloqlari bilan olib molimiz baholasi zo'r. Videoda kamchilik bo'lsa bemalol telefon qilsanglar aloqaga chiqib kelishaveramiz. Videoda molni ham addini tashlaveramiz, Telegramdan yozsanglar. Chunki ukam o'ylayapti, kameraga anaqa ko'rmayapsizlar, oldindan uzr so'rab qo'yamiz. Baholasi ikkinchi molimiz. Cho'zilib o'tirmay tez narxini aytamiz. Baholasi 32 million 500 ming so'mga mashmalda O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. 35-40 aytishyapti bozorlarda mana shunaqa mollar. Sifati kuchli chunki molimizni. Orqa ketlari baland, ko'ti qiyshiq mollar bizda yo'q. Xo'p, 32 million 500 ming xohlasa kamini qilib beraman. Aloqaga chiqarsa O'zbekiston bo'ylab dastavkasi. Mana shu molimiz bo'yni o'lchamaydi, zoq. Bo'yni bitta aytib o'tib ketaylik, yana tomonga o'tamiz. Xo'sh. Bo'ylari 1.28. Videoda ham ko'rsatib beraman, 1.28. Bemalol o'lchab olaverasizlar. Bo'ylariga ham birinchi bo'yini o'lchab beraylik. Bo'ydor molimiz baholasi 1.40. Bu molimiz 3-siga yo 4-siga. Dehqon noyamiz baholasi bitta nimasi bor, ayb emas. Baholasi aytib o'tib ketamiz. Molimizni boshiylariga behijolat. Mana. Qilt etmaydi. O yelinlari ham 20-25 ta sut bergan mol bo'lar, 1.40 jasad o'ta katta. Tishlarini ham ko'rsatib beraman, bosgan yalagan emas. Narxini aytib turib, keyin xudo xolasa narsini aytamiz. Aytaylik. Tishini ochtirmayapti, ozgina kuchimiz yetmaydi, chunki baquvvat mol. 8 ta bosgan yalagan mayda payda emas. Bitta nimasi, nosi, kamerani olib kel. Bu ko'ryapsizlar? Javob nomiga bu tomonga qishayib qolgan bu narsa tug'ilganda bo'lgan. Tug'ilganda shunaqa bo'lib qolgan. Endi molni aybiga kirmaydi. Yeb ichiga, sog'lig'iga v общем ta'siri yo'q. Molni qonini ko'ryapsizlar, ingrab yotibdi. 4 oydan oshib bo'g'oz. Bunaqa mollar 45 million, 50 million qo'yiladi. Prosta oldin nomiga qiyshiqligi. To'g'risini aytaman, bozor suymaydi, lekin dehqon bob zo'r mol, chunki bundan bitta buqacha tushib olsa ham, chunki jasad katta, sifat zo'r, bitta buqacha tushsa ham 30 millionlik mol tushadi. 25 million 30 millionlik orqasidan mol tushadi. Kichkina mol bermaydi baribir, chunki katta buqaga qo'yilgan 1.40lik molga yo'q suvni qo'yish kerak, bo'lmasa katta buqani topib qo'yish kerak. Qonida ham sifatli zo'r narsa turibdi, 4 oydan 5 oylik deb berdi, 4 oyga olaveringlar. Endi 10-15 ga yab bo'lishi mumkin, kamrog'ini aytaveramiz biz. Molni bo'shim aybi yo'q. Qonilari, orqa ketlari baland. Orqasidan ham chandillarni ko'rsatdi. Molni ko'ryapsizlar, lekin narxiga shishkalar. Chunki bitta xunajin tug'ib qo'ysang, xunajin bolalarlari ham necha pul bo'lyapti buni. Kichkina xunajinlar ham. Molni ko'ryapsizlar, sifatiga o'xshim gap bo'lishi mumkin emas. Prosta mana shu defektiga aytib o'tib ketyapmiz mana. Aloqaga chiqaverasizlar, bir hafta garantiyasini beraman. Mana shu jag'ida boshqasidan muammo bo'lsa, mollarni uylardan sho'pirini borib olib kelinglar. Narxi 28 million 500 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman.
bemalol aloqaga chiqaverasiz. Bunaqa jasad katta molni bunaqa narxga hech kim qo'yib bermaydi. Sen bo'li yosh, qari qurimas. Olib, keyingi bolalardan zotdan foydalansanglar, Xudo xolasa keyingi bolalarni zo'r beradi. Asosiy mahsulot kerak. 20 ta sut bergan deb sotdi menga. Shunaqa mahsulot zo'r bo'ladi, bolasi ham zo'r bo'ladi. Ana shunaqasiga qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Bu 4-molimiz. Bular 128, 128 o'lchab olasizlar. 7 oydan oshiq bo'lsa 7 oylikka beraman. Ko'ryapsizlar, molimiz Xudo xolasa sifatlari zo'r. 3-siga 8-kilolarni endi chiqaryapti. 3-siga 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Bularni mana birorta aybi nuqsoni yo'q. Bitta mana aybi borini ochiqini aytamiz. Yoqqan odam misol so'raydi, chunki pul arzonroq, ertadan keyin foydalanaman, bolalarni ko'paytirib har yil daromad qiladiganda 30-40 million daromad qiladi shu molni olgan odam. 4-molimiz. Buni ham olib boqib foydalaninglar. Taylari zo'r, bog'li sifatlari hamma yo'g'i kelgan. Narxiga 32 million 500 ming so'm O'zbekiston bilan dastavka qilib beraman. Mana oxirgi mana o'ta tanlab molim. Buni qancha maqtasam ham, boshqa qilsam ham kam. Bunaqa maqtab o'tirman. O'zi ko'rgan odam sirasi biladi, u molga tushunadigan odam. Orqalari baland, yuvoshlari ham Xudo xolasa. Mana yuvoshlari yuvosh. 6 kuraklarni endi chiqardi. Ikkinchisiga rostmana, ikkinchisiga bo'g'oz, rostlagan dehqonni olganman, birinchi bolasini olgan, ikkinchisiga mana 7 oydan oshiq bo'g'oz qilib menga berdi. Bularni chiq nertadan qo'qishyapti. Bular biri 35, biri 33 ga olaverasizlar. Biri 33 ga beramiz. Molimiz kichkina molimiz, hali yana o'sadi. Mol sifati zo'r, Xudo xolasa shvet mana 15-20 ta sut beradigan zo'r sigir bo'ladi, Xudo xolasa. Hamma yo'g'i kelgan, orqa getlari 4 ta yerini 4 ta joyda, kurtkalari rasi sog'ishli. Xo'sh. Novosti bor ekan. Molimiz ozgina ichi qizib qolib chekili. Bo'g'ozga garantiya beramiz hammasini. Mana molimiz 7 oydan o'tgan moz, ikkinchisiga deyapti. Narxiga 48 million kami bor. Plus O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Narxiga nima desanglar, Xudo xolasa sifatiga yarasha arziydigan mol. Yaqinlashtirib bersanglar, o'zimizdan foydasini ko'ramiz. Bo'g'irabdi, tayin solsanglar, 10